Rukuni ruku qiling. Alloh sizga buyurgandek, Alloh meni rukumni yaxshi ko'radi deb turing. Ruku qilganingizda mana shu turishligimni deng, rukuni hay'atini eslang. Shuni Alloh sevadi. Alloh meni shu rukumdan quvonadi deya shunaqangi bir xotirjamlikda turib, subhan robbiyal azim, subhan robbiyal azim deya qayerga shoshyapsiz? Qayerga ketyapsiz? Demak, namozimiz Alloh uchun bo'lmayapti. Qo'rqing bundan. Agar namozi Alloh uchun bo'lgan inson shoshmaydi rukusida, faqihlar, fuqaholar aytganidek, ruku hay'ati qanday bo'lsa, shunday qiladi. Tezlikda yiqilib olib, egilib olmaydi. Hali turishi bor. Tezlikda shoshib qiyomga turmaydi. Ohista, ohista Allohga bu so'zni aytayotganligini o'zi his qilib tursin. Garchi siz Allohni ko'rmasangiz-da, haqiqatda Allohni ko'rmasangiz-da, Alloh sizni ko'rib turuvchi degan e'tiqodda bo'lgan holatingizda rukuni qilishingiz kerak. Subhana robbiyal azim. Subhana robbiyal azim. Subhana robbiyal azim deb qo'ymang yana. Zay bilan aytib qo'ymang. Yoki ba'zilar zoni chiqaraman deya subhana robbiyal azim deydi. Dot bilan aytadi. Unday demang, ma'no o'zgaradi unda. Subhana robbiyal azim demang, ma'no mutlaq o'zgaradi. Subhana robbiyal azim. Subhana robbiyal azim. Qarang, tilni uchi zo harfida ustki kurak tishlarga keladi. Av deya. Mana shu holatda subhana robbiyal azim. Subhana robbiyal azim. Demak, siz ulug' Robbingizni har nuqson aybdan poklayapman degan mazmundagi so'zlarni aytyapsiz. Subhana robbiyal azim derkansiz, azim Robbimni, ulug' Robbimni har nuqson aybdan men poklamoqdaman. Ey Robbim, butun nuqson aybdan, kamchilik, xato, nuqsondan men seni poklaguvchiman, men seni poklayman degan so'zni aytayotganligingizni biling-da, ana keyin rukularda huzur halovatingiz inshaalloh hosil bo'ladi.